Yaqında Алмут şəhərində Қазақстан Cumhuriyetining xizmat ko'rsatgan arbobi, xalqimizning talantli naqshchisi Dilnaz Ahmadiyevaning eng söyümlük inson nomli yangi naqshisiga beg'ishlanib tushirilgan muzikalik klipini tonishtirish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimga Dilnazni bu xo'shallik kuni bilan tabriklab, Қазақстан Cumhuriyetining xizmat ko'rsatgan arboblari Nag'ima Isqaliyeva, Medev Arimbayev, Alisher Karimov, Maqbal Isabekova o'xshash estrada yulduzlari va boshqa hurmatli mehmonlar tashrif buyurdi. Shundaqla bu kechda naqshchining yangi muzikalik video klipi tonishtirilib, kelgan mehmonlarning ko'nglidan yuqori o'rin oldi. Manga videoklipning ssenariysi yoqdi. Klip ustida ishlangan rejissyor Yegor Limarevning qo'shgan ulushi zo'r albatta. Bu klip Dilnazning ijodiyatida yuqori o'rnlarning biriga ega bo'ldi deb o'ylayman. Yaraysiz Dilnaz, sizni chin yuragimdan tabriklayman. Eng söyümlük inson muzikalik video klipining mazmuni bo'lsa, muhabbat ishq tuyg'ulari to'g'risida bo'lib, bu haqida bizga Dilnazning o'zi to'lig'iroq bayonlab berdi. Ну, если честно, такой прям мысли не было что-то прям вот получить. Ну, мне кажется, все, что доступно, легко и просто, оно гениально. Я надеюсь, вы сегодня посмотрите и оцените по достоинству абсолютно простое, абсолютно душевное видео, которое снималось всего 1 сутки, но подготовка была очень долгой, и команда была очень профессиональной. Dilnaz Ahmadiyevaning dunyodagi eng söyümlük insoni bo'lgan, uning yanida har doim yor yo'lak bo'lib yuradigan onasimu qizining balaliq chig'idilla san'atga havas bog'lab, uning estrada yulduzi bo'lganligiga ishongan edik deydi. Менеп endi so'zlashga boshlagandan tatib, naqsh etib, usul o'ynab, o'zini shu народный артистка deb e'lon qilib, perdining kaynidan chiqib, endi ko'p bolalar shunday cho'ng bo'ldi, qizlar asosan. Biroq bu o'zining qiziqishi nihoyatda ko'pdi. Shuning uchun biz buning yo'lsiz bo'lishiga ishongan. Даже Dilnazning bovisi Abdurim Ahmadi bu kichik vaqtida aytgan. Hammanglarning orasida moshut cho'ng yo'lsiz bo'lib chiqdi deb. Shu vaqtda aytgan, endi u odamlar danışman adamlar bo'lg'ashqa jiraqni ko'rgandi balkim. Shunday bo'lib chiqdi, Xudoga shukr. Shuning uchun men nihoyatda xursandman qizimning emgagidan. Prezentatsiyada Dilnaz o'z ijodiyatidagi bir necha naqshlarni o'rnlab, kelgan san'at muxlislariga xush kayfiyat hadiya qildi. Dilnazga endi bizning ataqli naqshchimiz, bizning faxrimiz, qandaq ish qilsa, qandaq naqsh etsa, hammasi shunday sifati yaxshi naqshlardan o'ziga chiroyli kelishgan qiz, bizning Uyg'ur qizi. Mashtaq to'xtamay, mashtaq bizni yangi video kliplarni xo'shal qilib yuribsiz. Endi Dilnazning aytganda har bir ikkinchi naqshisiga video klip bor, hammasi demsammi? Shu kelajakda mashtaq ishlarni qilaversin, biz har qachon har doim yenda xo'shal bo'lib yuramiz. Mening uchun ham tomoshabinlarga Dilnazning bu video klipi ajoyib sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Sababi men Dilnazni naqshchi retidila emas, o'zimning yaqin do'stim retidimi yaxshi bilaman. Uning repertuaridagi barliq naqshlari sopaliq. Shuning uchunmi Dilnazning navbatdagi bu amgigi barlig'imizni xo'shal qildiganligiga ishonaman. Albatta, bizmu sizning bu fikringizga to'liq qo'shilamiz Rano. Biroq Dilnaz Ahmadiyevaning ana tillik naqshlarini biz qachon anglaymiz? Я не могу сказать точно, когда выйдет уйгурский альбом, потому что из-за своего плотного графика я не могу дописать 4 последние композиции. И я все время бегаю туда-сюда и не успеваю просто, физически не успеваю. Я помню все прекрасно и обязательно выдам вам альбом и обязательно постараюсь, чтобы он вам понравился. Я работаю над ним уже давно, и он оказался для меня самым сложным, потому что подход к нему, наверное, оказался более серьезным, чем я когда-либо себе могла представить. Поэтому ждите, и он будет. Aferin Dilnaz, biz sizni navbatdagi ajoyib muzikalik video klipingizning yo'riqqa chiqishi bilan chin dilimizdan tabriklab o'tirib, kelajakda yanami bizni xushalliqqa bo'laysiz deb umid qilamiz. Abdumanap Mahmudjon, Ruslan Duganov, Baxtiyor Ibinov, Tangritog kanali.